إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'rganuvchi qarindoshlar, biz darsimizni davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hozir o'tadigan darsimiz qarindoshlar lam aloqador qoidalar. Ya'ni lam, sakinlik lam deymiz. Sakinlik lamga aloqador qoidalar. Sakinlik lamga aloqador qoidalar. Unda bo'lsa, bu yerdagi sakinlik lam, ya'ni alif lam deymiz. Alif lam tonushsiz ismga chirib, tonuşliq ismga aylantiradigan alif lamni biladiganlar bo'lishi mumkin, bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni alif lam shuningdek lamga aloqador qoidalar va shuning hukmlarini so'zlaymiz. Unda bo'lsa, bu lamning hukmi, ya'ni shu alif lamdagi lamning, alif lamdagi lam. Masalan, mana qaraylik. Ma misol qarasak, al-abu. Shundaymi? Al-abu. Masalan, mana misol qarasak, al-babu. Desak, mushada bir lam bor. Mana qaranglar, alif lam deganimiz ma 5dagi alif, keyindagi lam mana mushu, ustiga sakinlik belgisi qo'yilgan alif lam. Bu alif lam tonushsiz ismga chirib, tonuşliq ismga aylantiradigan lam shu. Tonuşliq ismga chirib, tonuşsiz ismga chirib, tonuşliq ismga aylantiradigan mana shu alif lam deki sakinlik lam bo'lgan mana shu o'ttirdagi mana shu lamninki hukmi. Bu lamning hukmi, ya'ni shu sakinlik lamning hukmi ikki xil. Ya'ni qoidasi ikki. Birinchisi idg'am, yana birisi izhor. Unda bo'lsa, bu sakinlik lamning hukmi qanday bo'lgan chaqda izhor bo'ladi, qanday bo'lgan chaqda idg'am bo'ladi. Buni biz tafsili so'zlaymiz. Unda bo'lsa, izhor degani biz bilamiz. Izhor deganimiz oshkor qilish, ochiq oshkor qilish, asli holi talaffuz qilish degan gap. Idg'am deganimiz kirishtirib o'tish degan gap. Kirishtirib o'tish, ya'ni ikki harfni bir harfdek talaffuz qilish degan gap. Shundaymi? Unda bo'lsa, sakinlik lam keldi. El sakinlik lam mana shu. Sakinlik lam. Buningki izhormi yoki idg'ammi? Buni bilish uchun biz oxirdagi harf qaraymiz. Sakinlik lamning keyindagi harf qaraymiz. Sakinlik lamning keyinida qamriya harfi deymiz. Qamriya harfi. Ya'ni bu ay harflari deymiz. Ay harflari kelib qolsa, mushadagi sakinlik lamning hukmi izhor bo'ladi. Ya'ni sakinlik lamni uch oshkora asli olti bo'yicha normal talaffuz qilamiz. Masalan, qaranglar. Sakinlik lam keldi, el, keyindan hamza keldi. Bu hamza ay harflari, ya'ni qamriya harflari deymiz. Ay harflarininki qatoridan. Shung bu lamni uch qilib biz al-abu. El-abu deymiz. Ya'ni birga el-babu. El-babu. Mana qarang. Sakinlik lam keldi. Sakinlik lamning keyindan ba keldi. Ba qamriya harfi. Ya'ni ay harfi. Sakinlik lamning keyindan ay harflari kelsa, hukmi izhor bo'ladi. Ya'ni shu sakinlik lamni ochiq oshkora talaffuz qilamiz. Unda bo'lsa, bu ay harflarining soni 14. Mana alif, ba, jim, ha, xa, ayn, g'ayn, fa, qof, kaf, mim, ha va ya. Qatorliq 14 harf kelib qolsa, bu sakinlik lamning hukmi nima? Izhor. Al-babu, al-jannatu, lam mana al o'chiq qildim-ku lamni. Al-himaru, al-khubzu, al-aynu, al-g'ada'u, al-famu, al-qamaru, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Demek, muşunun o'xshash 14 qamriya harfi kelib qolsa,
bu lamning hukmi izhor, ochiq oshkor qilamiz. Unda bo'lsa qanday vaqtda idg'om qilamiz hamsa? Bu sakinlik lamning keyniga qarab qaraymiz. Sakinlik lamning keynidan shamsiy harfi kelib qolsa, shamsiy harfini quyosh harfi deymiz. Uyg'urcha quyosh harfi. Sakinlik lamning keyni quyosh harfi bo'lgan 14 harf kelsa, bu sakinlik lamning hukmi idg'om bo'ladi. Ya'ni kirishtirib yutamiz. Masalan, sakinlik lam keldi. Keyindan ta keldi. Bu ta qamriya emas, balki shamsiya harfi. Ya'ni quyosh harfi. Şoňa bädiki bir idgam qilib biz keyingi lamni masalan keyindagi harfga bevosita o'tib ketamiz. At-tajiru idgam qilib etdik. Al-tajiru emas, at-tajiru. At-tajiru. Al deb lamni uchiq chiqadikmi? Uchiq chiqarsak bu xato bo'ladi. At-tajiru. As-thawbu sakinlik lamning keyinda sa quyosh harfi keldi. As-thawbu. Demek bu yerda nima hukm nima? Kirishtirish, idg'am. Ad-diku, az-zahabu, ar-rajulu, az-zahratu. Za shamsiy harf keldi. Az, al-zahra desek to'g'rimi? Al-zahra emas, az-zahra. Idg'am qilib o'tdik, kirishtirib o'tdik. As-samaku, mana. As-samaku. الشمس الصدر الضيف الطالب الظهر اللحم النجم Muşunun o'xshash mana mushu misollarga o'xshash bo'ladi. Demak, sakinlik lamning hukmi shu alif lamdagi sakinlik lamning hukmi ikki idg'am va izhor. İzhar bo'lgan chaqda qamriy harflar kelsa, ya'ni qamriy harfi 14 harf kelsa, izhor bo'ladi. Masalan, al-qamar shamsiy harflar kelib qolsa, ya'ni bu 14 harf shamsiy harflar kelib qolsa, buning hukmi idg'am bo'ladi. Masalan, ash-shamsu deganga o'xshash. Qarindoshlar, lamut ta'rif, ya'ni sakinlik lam bo'lgan sakinlik lamga aloqador qoida mushada oxirlashdi. Keyingi darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.